xalqimiz nimani talab qilyapti? Bizi yurtimizdagi barcha insonlar biz O'zbekistonimizda yashayotgan, vatanini sevgan, iymonli, insofli dehqonlar, bog'bonlardan nimani talab qilyapti? Sifatli mahsulot talab qilyapti. O'qlangan, qayiga qo'shag'ini soygan, bu bo'laveradi eksport qiladigan dehqon va bog'bon ekspert va broker Zakatovshi, iltimos maydonni bo'shating. 2025-yilda bu yiriga alohida, mana yiriga alohida, sredniysi alohida, bir qatorli, ikki qatorli, uch qatorli, to'rt qatorli qilib terargan. Mana rediskani qarang. Bizda ham rediska zo'r, lekin bundaqa qopga o'tishimiz kerak. Mana ichigacha ko'rinib turibdi mana rediska mahsuloti. Shunaqa qopga o'tishimiz kerak. Shunaqa qoplarda eksport qilishimiz kerak. Mana ichi ko'rinib turibdi. O'zbekiston brendi yaralish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun aytamiz, buning uchun yana aytamiz. Har bitta qabulxona, har bir qabulxona, har bir Zakatovshi yuk tayyorlab beruvchi, u qanaqa inson bo'lsa ham bozor ma'muriyati va xolodilniklar O'zbekistondan chiqarilayotgan yukni sifatiga javobgar bo'lish kerak. Ana shunda biz rivojlanamiz. Agarda javobgar shaxs bo'lmasa, qabulxona egasi yo bozor ma'muriyati yoki kimlardir, unda biz o'z bozorlarimizni berib qo'yamiz. Bizga raqobat davlatlar butun dunyodan mahsulot kelyapti. Rossiya davlatiga oldin raqobat bu darajada bo'lmagan. Hozir raqobat ko'p. Raqobatga tayyor holatga jo'nashimiz kerak. Biz raqobatga tayyor bo'lmas ekanmiz, biz o'zi cho'kib bo'lgan kemamizni bayrog'i qo'ygan, o'sha bayroqdan berib qo'ysak bo'ldi. Shuni atkazgan nom keladi. Keyin biz mahsulotimizni bir-birimizga g'irtamiz. Shuning uchun iltimos qilaman, qabulxonalar, Zakatovshilar, brokerlar, dehqonlar, bog'bonlar sifatga birinchi o'rinda urg'u qaratinglar. Hammamiz, menga ham tegishli bu narsa. Vaqtida agrotexnikasini qiling, vaqtida qarang, vaqtida o'tini bering, vaqtida suvini bering. Yerda aldamang, ko'chatda aldamang, daraxtda aldamang. Mehr bering, mehr olamiz, xudo xolasa.